Hujjatingizni ko'rsating. Hujjat Qonuniy qurilish buziladi. noqonuniy emas. Hujjatni ham ko'rasiz. Hali buni tikka ham qilib berasiz. Ay, hammasi. Bo'ldi, davay, boshlaymiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Chiroqchi tumani hokimi Fayzulla Yusupov hamda o'nlab odamlarning fuqaro devorini buzayotganligi ko'ringan video tarqaldi. Voqea qachon va qayerda bo'lganligi hozircha noma'lum. Birovni tomorqasini buzmay. Nimaga buzyapsizlar? Ha? Qonunchilikka ko'ra noqonuniy deya topilgan qurilish va qurilmalar faqatgina sud qaroriga ko'ra buziladi. Fuqaro hovli devori buzilishida bosh qosh bo'lgan tuman hokimi dohil bir qator rasmiylar qo'lida sud qarori bo'lgan yoki yo'qligi hozircha ma'lum emas. Voqea to'g'risida izoh olish uchun Chiroqchi tumani hokimligi axborot xizmati bilan bog'landim. Tuman hokimi matbuot kotibi holatni o'rganayotganligini, rasmiy munosabat berilishini aytish bilan kifoyalandi. Videoni tasvirga olayotgan shaxsi noma'lum ayol tuman hokimidan hujjat ko'rsatishni so'raydi. Hokim ham o'z navbatida ayolning savoliga savol bilan javob qaytaradi va noqonuniy qurilmalar buzilishini agar hujjat ko'rsatsa, ijobiy hal etilishiga ishora qilib javob qiladi. Kim edi hokim? Men hokim. Sizmi? Men hokim. Nima uchun devorni buzurasiz? Hujjatingizni ko'rsating. Hujjat- Qonuniy qurilish buziladi. Noqonuniy emas. Olim hujjat egasini chaqiring. Siz shunday zo'r bo'lsangiz. Meni qurilish boshqarma, meni qurilish bo'yicha o'rinbosar. Shuning uchun hujjatni ko'rsating, marhamat sizga qonuniy aniq qilib beraman. Hujjatni ham ko'rasiz. Hali buni tikka ham qilib berasiz. Bu boradagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, kuzatishda davom eting.